O'rta olaman, Toshkentdaman. Istoriya prosmotrlarimni qo'yib qo'yibman. Nechi bo'ldi, qancha bo'ldi deb rosa so'rayapsizlar. Men juda ham xursandman shuncha inson meni kuzatayotganidan va zerikib qolmayotganinglardan, chiqib ketmayotganinglardan. Bu imkoniyatdan foydalangan holatda xalqqa ham, boshqalarga ham manfaatli bo'lsin deb konkurs qilganman. Bilasizlar, 10 ming garant, 12 ming prognoz. Lekin har safar 15 mingdan oshib ketyapti. Mashalloh, endi men 3-4 kunda o'tkazganimda shunaqa, agar 5-6 kun o'tkazsam bilmadim, 20 mingdan ham oshib ketsa kerak. Xullas, ertaga start, bizada ulgurib olinglar. Menimcha maksimum 10-15 ta joy qolgan bo'lishi kerak. Ertaga obedda videoni olib, kechga уже start berib boramiz. Zo'r bo'ladi har doimgidek. Sovg'aga bu gal ko'proq narsalar qo'yaman, inshaalloh. Zo'r qilib o'tkazamiz. Jonli, живой auditoriya kimga kerak bo'lsa, aktivlar oshishini xohlasanglar, ulgurib olinglar.